Assalomu alaykum, Uloqcha go'sht markazi mijozlari. Mana shashliklarimizni har xillaridan bor. Bular mol go'shtidan qilingan. Donasi 8 ming so'mdan, bir porsiyada 5 ta bo'ladi, 40 ming so'm. Mana bular jigar shashlik, hammasi yangi qo'y jigarlaridan qilingan. Donasi 12 mingdan. Mana bularimiz urama, kichkina urama shashliklarimiz. Bularning donasi 10 ming so'mdan. Bu yerda mana bu tovuq qanotidan qilingan qanotcha. Bu qanotchalarning donasi 15 ming so'mdan. Bular o'zimizni oldingi bu Arabon oldida qilinadigan, har doim o'zimizni eski o'sha hammaga mashhur bo'lgan 5 talik qiyma shashliklarimiz. Bularning porsi 25 mingdan. Mana bular qiyma shashliklarimiz. Bular ham 25 ming so'mdan. Yana bizada shashliklardan boshqa har xil qovurilgan qo'y go'shti, qovurilgan uloqcha go'shti va har xil tovuq qanot son go'shtlari bo'lib, xohlaganingizni chiroyli qilib qovurib beramiz.